To'g'risi rostdan menda ayb yo'q. Bunaqa narxni qo'yishni o'zim ham xohlamagandim. O'zimni qayoqqa qo'yishni ham bilolmay qoldim. Gangib qoldim. To'g'risi qo'yaymi deb o'yladim. Juda ham skitkasini kattasini qo'yganmiz. Bunaqa narx vahshi bo'lmagan. Endi bemalol olsanglar bo'ladi. Nima oqini deysizlarmi? Nima zebrasini deysizlarmi? Nima serisini deysizlarmi? Har xili bor. Ana kichkina uylarda navaralar bor, pul yig'adigan. Ana idishga solib. O'sha navarangizni ham sizga hozir olib bera oladi bunaqa narxga. Xudo xolasa mashinalarimizda mana garoshkali deysizlarmi? Bunaqasi deysizlarmi? Lituchi model deysizlarmi? Mana lituchilari ham bor. Ko'ringlar, katsalash yengil. Qishda shunday ustiga tashiysiz ketasizlar. Ikkini mashina xudingizga sarpasigami? Bu narsasiga tug'ilgan kuniga ham olib bersangiz bo'ladi. Ishoning. Bunaqa narx bo'lmagan. Ketyapti, qarang, to'xtamayapti-yu bu. Mana shu hammasini sizlar uchun sketga qo'yamiz. Narxini eshitsan oldin bitta mashina hozir like bosib o'tib ketgan. Mana eksklyuziv modelimiz ham bor. Juda ham chiroyli narsalar. Xohlagan turdagi razmer, xohlagan turdagi fasollarimiz ham bor. Oldingi olgan klientlarimizdan bilishadi. 5 million, 4,5 millionga oshgan. Hozir bunaqa narx vahsh bo'lmagan. 300 tadan oshib tovar. Bor yo'g'i 10 kun. Eshitinglar. 10 kun 2 million 100 mingdan. Bunaqa narx bo'lmagan. Ketdi.